Amerika Fox xabarlari to'rining 17 sentyabr xabar qilishicha, Amerikaning harbiy sanoatini cheklash uchun Xitoy yangidan bir cheklama chiqarib, Amerikaning harbiy sanoatiga kerakli muhim ashyo antimoni, ya'ni surmani Amerikaga eksport qilishni cheklagan. Bu cheklama 9 oyning 15-kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan bo'lib, cheklangan xom ashyolar antimoni rudasi, ya'ni surma tashi, antimoni metallari, oksidlangan antimoni qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Antimoni metallari o'q-dori, infraqizil nurliq boshqarilgan bomba, yadro qurollari, kechida ko'rish ko'zoyniki, batareya va boshqa yuroliq g'ul uskunalariga ishlatilgan bo'lib, o'tgan yili Xitoy ishlab chiqargan antimoni dunyo bozorining yarmini egallagan. Agar Xitoy bu xom ashyoni cheklasa, Amerikaning davlat mudofaa sanoati chiqimi biraqli o'rlab ketadi ekan. O'tgan yili Amerika 22 ming tonna antimoni sarf qilgan bo'lib, Xitoyning antimoni metallari va oksidlangan antimoni materiallari 63% ni egallagan. Amerika garchi davlat mudofaasiga munosabatlik energiya va muhim materiallarda Xitoyga taylib qolmaslikqa tirishib kelgan bo'lsa-mu, Xitoy yanada navbatda antimoni va sirak to'pini o'z ichiga olgan 25 xil xom ashyoni eksport qiladigan asosiy davlat ekan. Yaqin yillardagi savdo jangida Amerika Xitoyga yerim o'tkazgich mikro o'zak sotishni cheklagandan keyin Xitoymo Amerikaga galli, grafit qatorliq xom ashyolarni sotishni cheklagan. Xitoy savdo ministrligi antimoni qatorliq muhim xom ashyolarni eksport qilmaslik haqidagi bergan bayonotida bu xom ashyolarning Xitoyning xavfsizligi va manfaatini qo'g'dash, sirtqi kengaymichilik qilmaslikdek xalqaro majburiyatini ado qilish uchun ekanligini bildirgan. Amerikadagi RAND siyosat tadqiqot markazi xalqaro tartib va xavfsizlik mutaxassisi Raymonko Xitoyning muhim materiallarni Amerikaga eksport qilishni cheklashidagi sababni ikki davlat o'rtasidagi savdo jangiga, bo'libmi tamojna beji jangiga bog'lab mundaq deydi. Was it Jake Sullivan who said a high but narrow fence around certain critical US exports and global exports to China? Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan Amerikaning shundaqla butun dunyoning Xitoyga halqiliq mahsulotlarni, masalan, mikro o'zakni eksport qilishni to'sdiganligini aytgan. Xitoy dunyo bo'yicha kam uchraydigan metallarni eng ko'p eksport qiladigan davlat. Xitoyning buni kontrol qilishi albatta Amerika va boshqa davlatlarning davlat mudofaa sanoatiga ta'sir ko'rsatadi. Halbuki Amerika hozir strategik muhim materiallarni ishlab chiqarishda Yaponiya va Fransiya bilan hamkorlashdi. Bu xil kam uchraydigan mineral moddalar amaliyotda yer sharining hamma yerida topildi. Ammo uni qizish intayin jafoliq. Agar Amerika uni qazilgan yangi texnikani taraqqiy qildirgan, hech bo'lmasa muhit bulg'anishini azayta oladigan bo'lsa, bu masala hal bo'ldi. New extractive technologies that don't pollute the environment as much while extracting the rare earths. Turkiya Hacettepe Üniversiteti dotsenti doktor Erkin Ekremning bildirishicha, Amerika hozir muhim ta'minlash zanjirida Xitoyga beqinib qilishdan qutulishga tirishsa, yana bir jihatdan harbiy texnika ustunligini saqlashga tirishmoqda ekan. Xitoy bo'lsa o'zida bor texnikalardan foydalanib, qurol ishlab chiqarib, qurol savdosi qilishni maqsad qiladi ekan. Amerika ba'zi mahsulotlarning Xitoyga beqinib qilishidan qutulish uchun Mushu Trump hukumati vaqtidan e'tiboran bu ta'minlash zanjirini o'zgartirishga tirishgan. Bu harakat bilan Amerika o'zining manfaatini qo'g'dash va Xitoy bilan bo'lgan bundaq beqinishlikdan qutulish. Buni yolg'izlar o'zi emas, Yevropa va ba'zi davlatlarga taklif qilyotdi va ba'zilariga yordam qilish bilan Xitoydan qutulishga tirishyotdi. Ammo harbiy texnologiya jihatda Amerika har doim yuqori hamdi. Ammo shunda bo'lsa, Xitoyning qo'lida hozir yuksak texnologiya bo'lmasa, yetarli texnologiyaga ega. Uningdan boshqa Xitoymi shu dunyoga qurol setishni va buning tijoratini qilish uchun bo'lsa, ya'ni texnologiyalik qurollarni ishlab chiqarib setishga tirishyotdi. Ya'ni yolg'izlar Amerikaga taqabul turish emas, ya'ni bu qurol setib pul tepishmi Xitoyningki bir maqsad ham. Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashining sobiq amaldori Rob Greenway mundaq degan: Sovet ittifoqiga qarshi elib berilgan birinchi qatimliq sovuq munosabatlar urushida biz davlat xavfsizligiga chetiladigan sezgur narsalarni import qilmaslik orqali Sovet ittifoqiga qarshi turdik va hamma narsani eksport qiluvchi bo'ldik. Ammo biz hozir hamma narsani import qiluvchiga aylangandan buyon bizda zo'r yuchuq shakllandi. Nazorat qilib boshqarish apparatlarimiz buningga hech qachon moslashmadi.
Amerikalik siyosiy analizchi Anders Kor bu vaqtda bergan yozmachi javobida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi harbiy raqobatning hozircha import-eksport cheklamasi tusini olganligini bildirib, mundaq deydi. Her iki taraf harbiy kuchlarni taraqqiy qildirish uchun qo'ldagi boyliqni ching tutib, bir-biriga ehtiyojli narsalarni ta'minlashni rad qilmoqda. Masalan, siyrak to'pa va yerim o'tkazgich degandek. Xitoy Rossiya va Ironga yordam berish, Shimoliy Koreyaning yadro qurol tahdidlariga madad berish orqali Amerikaning diqqatini chetishga urinmoqda. Amerika Xitoyni demokratiyalashtirish orqali uningdan keladigan tahdidni tugatmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lub bo'ldi. Aksicha Xitoy Amerikalik sarxillardan foydalanib, Amerikaga qarshi turish taktikasini qo'llandi. Masalan, Amerika prezidentlarining oila ta'valariga savdo fursati yaratib berdi. Ammo bu mu oqmadi. Amerikalik mutaxassislar Xitoy bilan Rossiyaning tahdidi kuchaygan vaziyatda Amerikaning har jihatda ustunlik qozonishi uchun savdo-iqtisod, texnika, harbiy sanoatda Xitoyga tayanib qoladigan sohadan qutulish zarurligini, Ikkinchi dunyo urushi davridagiga o'xshash moddiy imkoniyatlari to'liq harbiy sanoati gullangan davrni qayta yaratish kerakligini o'tirg'a qo'ymoqda ekan. Doktor Raymonko Xitoyga qo'yilgan embargodagi asosiy maqsadning Xitoyning kuchini ojizlatish ekanligini bildirib, mundaq deydi. The thing about sanctions is that you can never cut off a country 100% getting its supply. Embargo qo'yishdagi olqilik masala shuki, siz bir davlatning ta'minlash zanjirini butunlay uzib o'tolmaysiz. Agar bir davlat ma'lum tur va ma'lum miqdordagi biror mahsulotga erishmoqchi bo'lsa, uningga erisha oladi. Masalan, Ukrainaga urush qo'zg'ab Rossiyani olsak, ular yerim o'tkazgich ishlab chiqara oladi. Ya'ni ular koni to'nglatqu yoki koni kompyuterni chuvib bo'lsa-mu, o'zlariga kerakli yerim o'tkazgich materialga erisha oladi. Ammo ularda ilg'or yerim o'tkazgich bo'lmag'achqa, Ruslarning yasagan boshqarilgan bombalari va kompyuterlari ancha ilg'or bo'lmaydi. Vaqtning o'tishiga ergashib Ruslar texnik qiyin ahvolda qoldi. Shunga embargo qo'ysa ta'minlashni butunlay uzib o'tkazib bo'ldi deb qarash xato. Biz faqat ularning ashu mahsulotga ega bo'lish tandarqini o'rib ketishimiz kerak. Embargo degan ani shu. Mana bu qarshi tarafning dushmanni oz kuch bilan ko'p bedel to'latkizgan uzun muddatlik strategiyadir. The opponent's forces and making them having to pay more for the same or even less effect. Amerikalik ba'zi mutaxassislar Xitoyning oshkora embargosining bir tahdid ekanligiga sal qaramaslik kerakligini bildirgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang mundaq deydi. The CCP regime is, for instance, cutting off the flow of minerals and components needed by our military. Xitoy Kompartiyasi bizning armiyamizga kerakli kon mahsulotlari va zapchastlarning kelish manbasini uzatdi. Xitoylar allaqachon urushga tayyorlik qilyapsimi, bizning sarxillar o'zlarini tinchlikda turayotgandek his qilmoqda. Holbuki biz xatarlik ahvolda turayapmiz. Ularning gaplari va qilayotgan ishlariga qarab tura olmaymiz. We are at great peril, ignoring what they are saying and doing. Xitoy arzon emgak kuchidan, jumladan qul emgagidan foydalanib ishlab chiqarayotgan va muhit bulg'aydigan kon bayliqlari ichida Amerikaga eksport qilishni cheklagan kon bayliqlari mavjud bo'lib, Xitoyning bularni Amerikaga eksport qilmasligidagi maqsadi bir yoqdan Amerikaning harbiy sanoatini ojizlatish uchun bo'lsa, yana bir yoqdan Amerikaning majburiy emgak mollarini kirgizmaslik siyosatiga qarshi o'chirish harakati deb qaralmoqda ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, Amerika bu kon mahsulotlarini import qilishda cho'qim Xitoyga tayanib qilishdan qutulishi, boshqa manbalarni izlashi yoki o'zidagi kon boyligini echish texnikasini taraqqiy qildirishi kerak ekan.